Play Market yoki App Store orqali Ucell ilovasini yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan keyin ochamiz. Bu yerda Ucell abonenti bo'lish knopkasini bosamiz. SIM kartani faollashtirish. Agar O'zbekiston fuqarosi bo'lsanglar, rezidentni tanlaysizlar, agar chet el fuqarosi bo'lsanglar, nerezidentni tanlaysizlar. Davom etish va SIM kartani faollashtirish chap tarafdagi tugmani bosamiz. eSIM faollashtirishni bosmaymiz, chunki bizda fizichskiy SIM karta bo'ladi. SIM kartani faollashtirishni bosamiz. Davom etish, boshlash va bu yerda SIM kartani orqa tarafdagi shtrix kodini skan qilamiz. Yangi raqamni tanlaymiz. Davom etish va bu yerda nomerlarning varianti chiqadi. O'zingizga ma'qul bo'lgan nomerni tanlaysizlar. Bu yerda har xili bor: Steel, Bronze, Silver, Gold gacha bo'lgan nomerlarni bepulga tanlab yoqtirsanglar bo'ladi. O'zingizga to'g'ri kelgan yoqqan telefon raqamini tanlaysizlar. Davom etish tugmasini bosasizlar. Bu yerda tariflarning variantlari chiqadi. O'zingizga ma'qul bo'lgan tarifni tanlab tarif tanlash tugmasini bosamiz. Boshlash tugmasini bosamiz. Bu yerga pasportda seriya raqamini va tug'ilgan kun, oy, yilni kiritamiz. Yuzimizni skan qilishimiz kerak bo'ladi. Ozgina uzoqroq, ozgina yaqinroq olib kelib, yashil yonganda ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Ommaviy oferta bilan tanishib chiqdim galochkasini qo'yamiz va davom etish knopkasini bosamiz. Telefon raqam aktivatsiya bo'ldi. Endi Paynet bankomatlar orqali to'lov qilsanglar bo'ladi yoki Paynet ilovasi Click Payme orqali ham to'lov qilsanglar bo'ladi.